Hozir biz Amerikaning ganj bozorlaridan, mol bozorlaridan birga kelganmiz. Bu yerga o'shandagi turli xil mollar bor. Qurbon Hayit bayrami kelishi munosabati bilan bu yerga yashagan aziz vatandoshlarimiz ham mana shu ganj bozorlardan qurbonlik olib va uylariga o'sha qurbonlik qilib va do'st rafiq qarindoshlar bilan birlikda yeyishadilar va qurbon bayramini o'tkazadilar. Hozir bu bozorga turli xil mollarni ko'rdik. O'sha qo'ylar, eshkilar, umuman bu yerga ham farqli o'lkalardan kelar ekan. Masalan, Kanadadan, ayniqsa Meksikodan, bir turli o'lkalardan bu yerga mollar, farqli mollar kelib va bu yerga o'sha musulmonlarni qurgan o'sha qorni, o'sha mol bozori o'sha halol shaklga amali qilib va bu yerdan kelib insonlar uzoq yerlardan kelib bu yerga sotib oladilar mollarni va qurbonlik uchun hozirlik qiladilar. Hozir biz o'sha markazgamiz, ko'rinishda farqli qo'y, qo'zilar, mollar ham bu yerga mavjud. qarang. Qaysisi neyman deydi. Mana bularni qarang. Buning uchun bularni olamiz, bittasini Xudo xolasa qurbon qilamiz. Bu bizdan taqriban 1 soatlik yo'l. Kelamiz, bu form bor. Bu yerga musulmonlarniki. Bu yerga olamiz, qurbon qilamiz. Endi qayerdan keladi bu mollar? Biroz ma'lumot bersangiz. Nima raqam mollar bor bu yerga? Bu yerga echki ham bor, qo'y ham bor, mina ham bor, hamma narsa bor. Agar xohlasangiz bitta bularni to'l qiladi, to'lab keyin sotadi. Endi bu yerda farhangi qanday Afg'onistondan bu yerga masalan qachon to'yiladi, qachon oladi, nima raqamda bu yerga? Bu shariflik ham oladi, ginay bor. Mana bu qo'ylar bor, bir bitta bor. 300 ta 400 gacha keladi. Xo'p. Bular optiondan olib keladi. Har joy ijoza emaski solsa, siz Afg'onistonda emaski uyga olib kelsangiz, mana shu yerga navbat bilan kelasiz. Navbat berasiz va o'zingiz qo'yda olasiz. Keyin buni so'yib berasiz. Katta mollar bor. Mana bu qo'ylar. Hammasi qo'y. Bitta qo'y oldik. Qo'y oldik. Uni shundan در امریکا یک کمک متفاوت است نظر به افغانستان به خاطر از اینکه چون در افغانستان یک 2 هفته پیش مردم ترتیبات قربانی را جایی که میرن مثلا اگر هر نوع گوساله است یا گوسفند است یا بز است که میرن در خانه ترتیبات گرفتگی باشه، ولی اینجا فرق میکنه به خاطر از اینکه باید امور روز روز باید از بیاید این اینجا از خود هر جای از خود فارم داره، در فارم باید کشتگار دارن، باید کشته شوند، اینجا قربانی شوند و اونموجا
تقسیم بندی میشه. میشه خودتان معرفی کنید؟ سلام علیکم، اسم من واسه فهام، یکی از باشنده‌های شهر فیلادلفیا، استت پنسیلوانیا امریکا هستم. فعلا شما در این بازار گنج بازار آمدین، در حقیقت بازاری که در حقیقت روزهای خوب بازار امی روز هست، روز عید قربان می باشد. میشه بگویم که به خاطر چی آمدین، چی میخرین؟ والا دیگه طبق معمول نمازی را خوانده همراه دوستا، اینجا دوستام آمدن، فامیل هم یک هستن دیگه، آمدیم که قربانی کنیم بخیر. نماز خوانده این همینجا همراه دوستان قربانی میکنیم، خاص به خاطر تفریح ملت. چی تصمیم گرفتین چگونه یک قربانی بگیرین؟ حالا فعلا ما یک دوستاندک گرفتیم دیگه، خدا قبول کنه. دیگه اینجا مردم ها مختلف هست، بعضیا گاو میگیرن، شریک میشن دیگه. ما خودمون یک دوستاندک گرفتیم، یعنی اینجا ذبح میکنیم. هم رام یک ذره دور است و باز هم ارزش داره، منظره ای است، تفریح کرده آمدیم همراه دوستان قصه کرده، دیگه ارزش خود داره. فضای عید اینجا را با افغانستان چگونه مقایسه میکنین؟ وقتی که داخل دمی گنج بازار هم خوردن باشه میایین داخل، چگونه احساس میکنین؟ گرچه مثل عید وطن خونه میشه، خب باز هم دیگه همو گفته یگان تا خمار خدا مشکلانه میاییم، همو بزید تجلیل میکنیم.